Assalomu alaykum, muhim ayol Telegram kanalining eng muhim ayol qizlari. Xayrli kech deb qolaman. Bayramlarni charchoqlari chiqdimi, kayfiyatlaringiz qanaqa? Uy yig'ishtirish, mehmon kutish, hammani tabriklash deganlaridek o'zingizga vaqt ajratishga ham imkoniyat bo'ldimi? Albatta, o'zingizni sevishni, qadrlashni unutmang deb qolaman. Albatta, ibodatlarimizda, taqvoyimizda ham sobit qadam bo'lishligimizni Robbimdan tilab qolgan holda bugun siz bilan mana o'zim ham endi hamma ishlardan bo'shab fursat topib bepul konsultatsiyamiz, ya'ni audio razborimizga, har kunlik audio razbor rubrikamizga yetib keldim. Demak, bugun mana shu murojaatni tanlab oldim. O'qiyman. Assalomu alaykum. Bir podkastda mendek men deb aytib o'tdingiz. Savolim mana shu ichimizdagi kibrni qanday yo'qotsak bo'ladi deb o'ylaysiz? Demak, kibr masalasida o'zim izlangan va topgan instrumentlarim bilan bugun siz bilan bo'lishmoqchiman. Mendek men so'zi bilan judayam o'zimni ko'p koyishga o'rganganman. Ya'ni o'qiganda qo'pol eshitiladi mendek men, qanaqa u mendek men degan savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Lekin sizga bugun bitta qisqa narsani aytib beraman va shundan keyin tushunasizki, qanchalar biz mana shu mendek men so'zini aslida judayam ko'p hayotimiz mobaynida ishlatishimizga guvoh bo'lasiz. Ilohiy kitoblarimizda, dinimiz tarixida keltirilgan hikoyalar bo'yicha, ya'ni mana shu o'zingiz o'qib olasiz u narsani, tasdiqlangan kitoblardan men qisqa sizga mazmunini aytaman. Mana shu Alloh taolo maxluqotlariga, mana shu farishta va jinlarga odamni yaratib unga sajda qilgin deyilgan vaqtda iblis qanaqasiga o'sha mendek men, ya'ni olovdan yaralgan bo'lib turib, loydan yaralgan bir mavjudotga sajda qilamanmi deb mana shu joyda birinchi kibr xislati bilan shu hikoyada tanishimiz mumkin bo'lgan imkoniyatni bergan bizga. Ya'ni aslida shaytondan ham judayam ko'p dars olish mumkin, ya'ni qanaqa bo'lmaslik kerakligi haqida. Mana shu hikoyalarni ko'p o'zim o'qiyman va ko'p tavsiya qilaman sizga ham o'qishni, lekin nima deydi, hech ham o'zim boshdan oxirigacha bu narsani gapirib berish tarafdori emasman. Negaki hamma buni individual tarzda o'zi haqiqiy ilohiy kitoblarimizdan o'qib olish kerak. Chunki hammaga bu temalar har xil raskrivatsiya qiladi. Ya'ni men o'zim har o'qiganda, har eshitganda, har gapirganda yangi anglashlar olaman. Mana shu joyda kibr boshlangan. Mana shu joyda mendek men boshlangan. Endi qarang, biz mana shu hikoyadan qancha ko'p o'zimizga hayotimizda, oddiy kundalik turmush tarzimizda ham o'xshashliklar topishimiz mumkin. Ya'ni ayol kishiga jufti xiyonat qilganda nima uchun mendek menga bunaqa ish qilindi deydi. Mana shu ham shaytonga xos kibr. Yoki bo'lmasam kimdir tuhmat, fitna qilganda yoki bo'lmasam bizni haqorat qilganda yoki yerga urganda yoki bizga yoqmaydigan gap gapirganda yoki ish buyurganda yoki kimgadir xizmat qilishimiz kerak bo'lgan vaqtda ham bizning ichimizda aynan shu gap uyg'onadi. Nima uchun man? Nima uchun mandekman? Bu narsaga ko'nishim kerak, ko'z yumishim kerak. Bu narsa men bilan sodir bo'lishi kerak. Nima uchun mandekman? Va judayam ko'p e'tibor bering, ertalabdan kechgacha bir kun mobaynida, bitta hayot mobaynida mana shu kibr so'zini judayam ko'p ishlatamiz. Va yechimiga keladigan bo'lsak, har doim men o'zimga eng asosiy instrument qilib olganim, mendek men uyg'ondimi? Mana shu kibr uyg'ondimi? Har doim men o'zimga qaytaraman. Men hech kim emasman, meni otim hech narsa, men Robbimni ojiz bandasiman. Hattoki yaralgan vaqti odam alayhissalom o'zini ismini ham bilmagan va shu holatida Alloh taologa suyukli bo'lgan. Men o'zimga har doim qaytaraman. Eng ilmli, eng dono, eng zo'ri bo'lib turib Allohga xush kelmaganimdan ko'ra, o'z ismimni bilmasdan, ahmoq holatimda, ojiz holatimda, xarob holatimda Allohga suyukli bo'lganim va uni quli ekanligim meni eng oliy martabam bo'lishi, bu men uchun eng katta manfaat, ikki dunyoni manfaati deb shu narsani birinchi o'rinda qaytaraman. Ya'ni o'zimni qo'llaydigan instrumentimni sizga ulashaman. Kibr uyg'onishi bilan, bilasizmi, kibr uyg'onganini qattan his qilasiz.
sizda juda ham ko'p negativ emotsiya uyg'onadi. Ko'z yosh, alam, xafalik, nafrat, yerga urilish hissi. Kibrni eng birinchi signallaridan bittasi o'zingizni yerga urilgandek, kamsitilgandek, haqorat qilingandek his etganingizda bilingki, mana shu yerda ego, mana shu yerda kibr stradat qilishni boshladi. Ya'ni nima uchun sandek sani yig'latishyapti? Nima uchun mandek mani yerga urishyapti? Aslida biz yerligimizni, loydan yaralganligimizni tan olsak, aslida hech kim bizni yerga ura olmaydi, chunki biz kimligimizni tak bilganimizdan keyin, Allohning quli ekanimiz, hech kim emasligimizni tan olganimizdan keyin odamlarni nima deyishi ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Eng oliy martabani Alloh bizni o'zi ruh puflab va suyib, bizni maqtab, hamma mavjudot va maxluqotlardan eng oliy inson, odamzod qilib qo'yib, bizga otsenka ber bo'lgan. Shuning uchun ham odamlarni otsenkasi yoki o'zimizni samo otsenkamizga muhtoj emasligimizni bilishingizni xohlardim. Kibrni yengishdagi keyingi usullar har doim mana shu sizni yerga urayotgan, mana shu sizni kamsitayotgan ishni aksincha o'zingizni majburlab qilishni men tavsiya qilardim. Masalan, kimdir uyimni polini artib berdi-yaptimi? Mana shu narsa, voy nimaga mandekman, bu inson menga begona yoki bo'lmasam kimdir yoki bo'lmasam qaysidir qarindoshim yoki bo'lmasam men yomon ko'rgan inson yoki bo'lmasam nazlo menga shu narsani qildiryapti. Ya'ni kelinlarda bunaqa holat ko'p tanish bo'ladi. Mana shu vaziyatda yaxshisi boringda o'sha polni artib bering. Mandekman o'sha yerda sinadi. O'sha yerda kibr, ego sinadi. Nima bo'pti qilib bersam? Nima bo'pti Allohning rizoligi uchun mana shu ishni qilsam deng. Yoki bo'lmasam, yerga urishyaptimi, kamsitishyaptimi, kambag'al deyishyaptimi, bilmayman, nima kamsitish so'zlar bor, ojiz deyishyaptimi, aqlsiz deyishyaptimi. Masalan, yo'llarda bo'ladi ayollar, tovmiyadagi mashina haydaydi deyshadi. Men har doim spesialni mana shu narsani o'zimga yana ham anaqa oliy bir martaba deb olaman. Dama ayolman. Yana ham sekin haydayman, yana ham shoshmayman. Erkaklar kerak bo'lsa aylanib o'tishsin yoki bo'lmasam to'xtab olaman yo'llar o'rtasida. Ya'ni shoshib, battar o'sha o'zimni isbotlab, yo'q, men qandoq haydaymanki, qandoq aqllimanki deb isbotlashga tushmayman. Ojizmanmi o'sha yerda, ya'ni tovmiyaga chiqarilyapmanmi? Okey. Sizlar shunaqa fikrda bo'lsanglar, bu fikr sizni fikringiz. Fikr bilan fakt har doim alohida narsa. Va siz shunaqa deb turgan bo'lsangiz, men mana shu fikrga monand yashashim yoki bo'lmasam uni teskarisini sizga isbotlashim shart emas deyman-da. Mana shu narsani prosta qabul qilib beraman. Okey, sizni fikringizni qabul qildim. Yoki bo'lmasam yana qanaqa bizani kibrimizga, egoyimizga yoqmaydigan qanaqa holat bo'lsa, masalan, kimdir so'ramasdan narsangizni olyapti, shaxsiy chegarangizga kiryapti, bilmadim, yana qanaqadir sizga zarar yetkazadigan narsa qilyapti. O'sha narsani shunchaki tan olish ikkinchi yo'li, ya'ni, "Хорошо, men tan oldim, bo'ldi. Sizni ko'zingizda shunaqa ekanman." Ya'ni ehtiyojingiz yo'qligini tushunishingizni istardim. Boshqalarga isbotlashga, aqlliligimizni, zo'rligimizni, chiroyli, suyukli, kerakli, muhimligimizni boshqalarga isbotlashga ehtiyojimiz yo'q, o'rtoqlar. Biz faqat Allohning oldida yuzimiz yorug' bo'lsa va o'zimni oldimda, ichimda o'zligimni tanisam va kimligimni, o'tmishimni, kelajagimni, hozirimni bilib tursam kifoya. Boshqalarni ko'zida isbotlash ongida yashash juda ham mudhish natijalarga olib keladi. Va mana shu ikki instrumentni qo'llashingizni tavsiya qilib qolardim. Demak, ushbu rubrikamiz har kuni Xudo xohlasa haftada 5 kun davom etadi, dushanbadan jumagacha. Ertaga ham albatta erta tongda mana shu razborga murojaatnomani qoldiraman va har kuni bitta omadli ishtirokchiga harakat qilamiz qo'limdan kelgancha audio razbor ko'rinishida javoblarni qoldirishga. Sizdan esa albatta kanalimizni podдержка qilish maqsadida yaqinlaringizga mana shu masala hayotida bor va uni qiynayapti deb o'ylagan tanishlaringizga jo'natib qo'yasiz degan umiddaman. Albatta razborimiz haqida fikrlaringizni, qo'shimcha savol va mulohazalaringizni ham yozib qoldiring. Barchaga xayrli tun tilab, Madina.